Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu videoda yosh bolasi bor onalar ko'rishni tavsiya qilaman. Bu videoda nafas qisadigan bolachalarda ishlatiladigan dorilarni tushuntirmoqchiman. Hozirgi paytda juda ham ko'p shifokorlar ham yozib berishyapti va undan tashqari onalar o'zlari ham dorilarni olishib olyapti. Ya'ni qanaqa dorilar? Aynan mana shunaqa dorilardan ishlatishyapti. Masalan, salbutamol, Faragit, Saltra, undan tashqari Pevsal. Endi buni Respisalv, bu savdo nomi bilan, har xil nom bilan chiqadigan dorilar ko'p. Bunaqa ishlatiladigan. Bu ko'rinishdagi dorilarni yosh bolalar ishlata olmaydi. 5 yoshgacha, 5 ga kirgan bola ham ishlatish qiyin. Bu dorini ishlatish texnikasi bor. Bu to'g'risida qisqacha tushuntirib beraman. Ya'ni bu dorini qo'lga ushlab turib, mana ochasizlar, ochganinglardan keyin buni qanaqa ishlatiladi? Ya'ni o'pkadagi havo og'iz orqali chiqqandan keyin buni og'izga solib turib, solgandan keyin mana knopkasi bosiladi. Bosgan paytda birdaniga havo tortish kerak. deb havoni ichingizga tortasiz. Tortganingizdan keyin shu havoni 5-10 sekund ushlab turish kerak. Ushlab turib, keyin havo chiqariladi. Havo chiqarilgandan keyin og'iz har doim chayqab yuborilishi kerak. 5 yoshgacha bo'lgan bolalar buni qila olmaydi. Chunki buni unga tushuntirishning imkoni yo'q. Buni mana qilasan deganingiz bilan torta olmaydi. Endi 6 yoshga kirgan bolalarda qilsa bo'ladi. Misol uchun kecha ham bitta bemorimiz qabulimizga keldi. Oldin biz o'zimiz ko'rib lechenda qilganman. Rahal asma bilan yoshligidan 1 yoshidan beri og'riydi bemor. Bizgacha salbutamol, Faragit, yana Saltra boshqa dorilarni ishlatib kelganda foydasi qilmagan. Keyin bizga keldi, Ulazerga, ingalyatorga dori yozib berdik, xuddi shuni vazifasini bajarish uchun yosh bolalarga. Misol uchun Pulmicort ishlatdik, Pulmicort, Beradual bemorga yozib berdim. Holati yaxshi bo'lib chiqib ketgan, hamma yoq joyiga kelgan. Keyinchalik yana takrorlanib, boshqa shifokorga yana borishgan. Borganda Faragit yozib bergan. Faragit yozib bergan 2 yoshli bolaga. Endi 2 yoshli bola Faragit ishlata olmaydi. O'zi instruksiya bo'yicha ham 2 yoshli bolaga Faragit mumkin emas. Ochib qarasanglar, Faragit dozasi 12 yosh tepasiga to'g'ri keladi. Ya'ni 12 yoshli bolaga yozsa bo'ladi. Undan ham tepasiga, 12 yoshdan pastiga yozib bo'lmaydi. Endi 6 yoshlarga ham yozsa bo'ladigan dorilar bor, misol uchun boshqa turdagi dorilar. 6 yoshli bolaga bemalol yozsa bo'ladi, unga tushuntirsa bo'ladi. Mana shunaqa qilasan, bosganingda havoda tortasan, ushlab turasan 5-6 sekund yoki 10 sekund havoda deb tushuntirsangiz qilinadi. 5 yosh, 4 yosh, 3 yosh, 2 yosh, 1 yosh bo'lgan bolalar unaqa qila olmaydi. Havoda sizlarda ham bolalaringlarda shunaqa holatlar bo'layotgan bo'lsa, unaqa dorilardan foydalanmang. Uni o'rniga boshqa Ulazerga ingalyatsiya uchun chiqarilgan dorilar bor. Unaqa dori ko'p. Endi sanashning hojati yo'q, juda ham ko'p vazifasini bajaruvchi. Shu videoda nafas qisadigan yosh bolasi bor onalarga jo'natib qo'yinglar. Bunaqa dorini iloji boricha 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga qo'llamanglar.